أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-İmran suresi 1. Nahayeti şefkatlik, tolumu mihriban Allah'ның ismi bilen başlayman. Alif Lam Mim. U Allah özüdün başka taat ibadetke haqliq bolgan hech qandaq ilah bolmagan, özünün ulug'ligiga loyiq ravishda hayot turg'uchi, hamma ishni idora qilib turg'uchi zotdir. Ey payg'ambar, Allah Qur'onni sana qilchi shak bo'lmagan haqiqat asosida hikmat bilan tadrijiy nozil qildi. Qur'on o'zidan ilgari nozil qilingan kitoblarning rostligiga va payg'ambarlarning haq ekanligiga guvohdir. Allah taqvodorlarni iymonga yetaklash, ularning din va dunyolik ishlarini yaxshilab berish uchun ilgari Tavratni Musaga, Injilni Isoga nozil qilgan edi. Endi bo'lsa haq bilan botilni ayiruvchi Qur'onni nozil qildi. Allah nozil qilgan oyatlarni inkor qilganlarga cho'ng azob bor. Allah g'olibdir, uni hech kim yengolmaydi. O'zining yagona iloh ekanligiga dalolat qiladigan hujjatlarini va dalillarini inkor qilganlarni qattiq jazolag'uchidir. Allah o'zining cheksiz ilmi bilan barcha maxluqotni qo'rshab turg'uchidir. Uningga osmon zaminda mayli oz bo'lsin yoki ko'p bo'lsin, hech qanday narsa maxfiy emasdir. O sizlarni onanglarning qornida o'zi xohlagancha erkak kishi, chiroyli ko'rimsiz qilib yaratadigan yagona zotdir. Allohdan boshqa toat ibodatga haqliq bo'lgan hech qanday iloh yo'qdir. Allah g'olibdir, hech kim uni yengolmaydi. U barliq ishlarini va tadbirlarini hikmat bilan qilguchidir. U sana Qur'onni nozil qilgan zotdir. Qur'onda ba'zi oyatlarning ma'nosini muayyanlashtirishda murojaat qilinadigan ma'nosi aniq oyatlar bor. Bu oyatlar Qur'onning asosini tashkil qiladi. Qur'onda yana ko'p ma'noga dalolat qilganlikdan faqat ma'nosi aniq oyatlarga murojaat qilish orqali oydinlashadigan oyatlar bor. Dillarida kasallik illati bor kishilar niyatining yomonligidan, kishilarning orasida fitna fasod terish orqali ularni ozdirish va o'zining botil ko'z qarashi bo'yicha ta'vil qilish uchun mushundoq ma'nosi muayyan emas oyatlarga eslab oladi. Bu oyatlarning haqiqiy ma'nosini faqatla Alloh biladi. Ilmda cho'nqur kishilar biz Qur'onga iymon keltirdik. Qur'onning hammasi bizga Rabbimiz Alloh tarafidan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning tili orqali yetib kelgan haqiqatdir deydi. Ko'p ma'noga dalolat qiladigan, ma'nosi muayyan emas oyatlarni ma'nosi aniq oyatlarga murojaat qilish orqali tushunib oladi. Bu oyatlarning ma'nosini eng to'g'ri shaklda tushunadigan kishilar sog'lom aql egalaridir. Ilmda cho'nqur kishilar yana mundoq deydi: Ey Rabbimiz, sen bizga hidoyat ato qilish orqali in'om qilgandan keyin bizning qalbimizni iymondan burvatmagin. O'z fazlingdan bizga keng rahmat ato qilgin. Shaksizki, sen ato ihsoni ko'p va xohlagan bandasiga hisobsiz beradigan zotsan. Ey Rabbimiz, biz shundoq ishonamiz va guvohlik beramizki, sen keladiganligida qilchi shak bo'lmagan qiyomat kunida insonlarni albatta to'playsan. Chunki sen bandalaringga bergan va'dangga hargiz xiloflik qilmaysan. Shaksizki, haq dinni inkor qilgan va o'zlarining kufrligida cho'ntirib olganlarning pul-mollari, bolalari dunyoda va oxiratda Allohning azobi oldida hech narsaga asqatmaydi. Ular qiyomat kuni do'zaxning yiqilg'usi bo'ladi. Kafirlarning haq dinni inkor qilishi va jazolanishidagi ahvoli fir'avn tavalarining va ulardan ilgirgi kafirlarning ahvoliga o'xshaydi. Ular bizning ro'shan oyatlarimizni inkor qildi. Shuning bilan Alloh ularning inkorchiligi va kufrida chingtirib olishi tufaylidan ularni darhol jazoladi. Allah Rabbini inkor qilgan va payg'ambarlarni yolg'onchi degan kafirlarni qattiq jazolaydigan zotdir. Ey payg'ambar, Yahudilardan va boshqalardan bo'lgan barliq kafirlarga va sening Badr urushidagi g'albangni oddiy sanaganlarga aytqinki, sizlarni bu dunyoda pat yaqinda mag'lub qilinsizlar va kafir peti o'lisizlar. Oxiratda jahannamga to'planisizlar. U joyda mangu qolasizlar. Jahannam nima degan yomon joy. Ey kufrida chingtirib olgan hakavur Yahudilar, Badr urushida uchrashgan ikki guruhda sizlar uchun katta ibrat bor edi. Ularning biri Allohning dini uchun urushayotgan guruh bo'lib, ular Muhammad alayhisalom va uning sahobalaridir. Yana biri botil uchun urushayotgan kafirlar guruhi bo'lib, ularning ko'zlariga musulmonlarning soni o'zlaridek
ikki hassa ko'rinib ketgan edi. Allah bu ishni musulmonlarning g'albisi uchun sabab qilib bergan. Allah bandalaridan xohlagan kishini yordami bilan qo'llaydi. Bu vaqada Allohning ishlaridagi hikmatni tushunadigan aql egalari uchun albatta ibrat bor. Ayollar, o'g'illar, oltin kumushdan to'plangan pul mollar, arg'amoqlar, qo'y, kala, to'ga qatorliq chorvalar va teriqchilik qilish uchun tutilgan yerlardan iborat ko'ngil orzu qiladigan narsalarning muhabbati insonlarga chiroyli ko'rsatildi. Ular dunyo hayotining vaqtlik manfaatlari va zinnatlaridir. Allohning dargohida bo'lsa, mukofotlarning eng yaxshisi bo'lgan jannatdan iborat go'zal joy bor. Ey payg'ambar, ularga aytqinki, men sizlarga bu dunyoda insonlarga chiroyli ko'rsatilgan va ko'ngil orzu qiladigan narsalarning eng yaxshisini aytib beraymi? U bo'lsa Allohdan qo'rqqan va uning kuzatib turadiganligini esidan chiqarmagan holda amal qilgan kishilar uchun tayyorlangan, qasrlarining va dal-daraxtlarining ostidan o'stanglar eqib turadigan, kirganlar mangu turadigan isl jannatlardir. U jannatlarda ularga hiyiz, nifos va nacharqiliqlardan pok juplar bor. Ularga yana Allohning rozi bo'lishidan iborat buningdan katta ne'mat bor. Alloh bandalarining barliq sirlarini, jimi ahvolni bilib turadi. Allah buningga asosan ularga mukofot yoki jazo beradi. Osho taqvodor bandalar deydiki, ey Rabbimiz, biz haqiqatan sana iymon keltirdik. Payg'ambaring Muhammad alayhisalomga ergashdik. Bizning o'tkazgan gunohlarimizni o'chirib etgin. Bizni do'zax azobidan saqlagin. Ular toat ibodatga bardoshlik beradigan, gunoh ma'siyatdan voz kechadigan va beshiga kelgan musibatlarga sabr qiladigan, so'zida va amalida rostchilik bilan ish ko'radigan, Allohga mukammal itoat qiladigan, Alloh yo'lida oshkora va yushirin pul-mol sarf qiladigan, kechining duolar ijobat bo'ladigan, tavbalar qabul qilinadigan oxirgi vaqtlarda istig'for aytadigan kishilardir. Allah adolatni barpo qilgan holda o'zining yakkigona iloh ekanligiga guvohlik berdi. O'zining bu guvohligiga farishtalarning va ilm ahlilarining guvohligini ergashtirib keltirdi. Allohdan boshqa hech bir iloh yo'qdir. U g'olibdir. O'zi iroda qilgan har qanday ishni amalga oshiruvchi, so'zlarda va barliq ishlarda hikmat bilan ish qiluvchi zotdir. Allah bandalari uchun tanlagan din islom dini bo'lib, uningdan boshqa din Allohning dargohida qabul qilinmaydi. Allah payg'ambarlarini mushu din bilan avatgan. Islom Allohga bo'ysunib itoat qilish, uningga banda ekanligini e'tirof qilib o'zini topshirish, butun payg'ambarlarning o'rtaq dini bo'lgan islom diniga amal qilish deganlikdir. Muhammad alayhisalomga islom dini kelgandan keyin Allah islomdan boshqa hech qaysi dinni hech kimdan qabul qilmaydi. Yahudilar va xristianlardan iborat ahli kitobning firqa-firqalarga bo'linib ketishi faqat o'zlariga payg'ambarlar avatilib, kitoblar nozil qilinib, dalil isbotlar turg'izilib bo'lgandan keyin bir-biriga hasad qilishi va dunyo manfaatiga berilishi tufaylidan bo'lgan. Kimki Allah nozil qilgan oyatlarni va Allohning ilohlikda, ma'budlikda yagona ekanligiga dalolat qiladigan dalillarni inkor qiladi ekan, Allah Taala ulardan nihoyat tez hisob olguchidir va ularni qilmishlari tufaylidan jazolag'uchidir. Ey payg'ambar, sen ahli kitobga Allohning birligi va ibodatning uningga xosligi haqida yetarli dalil paketlarni o'ttirib qo'ygandan keyin, agar ular sen bilan yana munozirlashsa, ularga aytqinki, men haqiqatan Allohga dinimni xolis qildim. Onunga hech kimni sherik qilmayman. Menga ergashgan mu'minlarmi dinini Allohga xolis qildi. Onunga bo'ysunib itoat qildi. Ularga, mushrik arablarga va boshqa barliq kofirlarga aytqinki, agar iymon etsanglar, sizlar albatta to'g'ri yo'lda, hidoyat va haqiqat ustida bo'lgan bo'lasizlar. Agar iymon etishdan bosh tortsanglar, sizlardan hisob olish Allohga oiddir. Mening mas'uliyatim faqat dinni yetkazishdir. Men sizlarga dinni yetkazdim, sizlarning ozg'unliqinglarga qarshi dalil isbotlarni o'ttirib qo'ydik. Allah bandalarni va ularning ishlarini bilib turguchidir. Uningga hech bir ish maxfiy qolmaydi.